24-noyabr 2025-yil mana qaymoq bodom ko'chatlarim. Katta kishiligi yuraymi. Tega achchiq bodom yo'langan, yovoy bodom achchig'i yo'langan ildizlari. Ikkita payvand qilingan. Kattaliklar mana. Yirilar xonatda. Bo'ylar balandligi 1,5-1,70 holatda. Zakaz olamiz qaymoq bodomlarga. noyabr 2025-yil mana qaymoq bodom ko'chatlarim. Katta kishiligi yuraymi. Tega achchiq bodom yo'langan, yovoy bodom achchig'i yo'langan ildizlari. Ikkita payvand qilingan. Kattaliklar mana. Yirilar xonatda. Bo'ylar balandligi 1,5-1,70 holatda. Zakaz olamiz qaymoq bodomlarga.